Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Respublika tez tibbiy yordam markaz direktori va Farg'ona viloyati direktori Bahrom Rustamovich Tashbaltayevga Marg'ilon shahar tez tibbiy yordam 2-podstansiyasi haydovchisi Farruh Abdullayev bo'laman. Murojaatimning mazmuni shundan iboratki, 2 oydan baqasi oyligimizni nazorat qilishga imkoniyat yo'q. Ya'ni oylik botimiz ishlamayapti. Bu oylik botdan juda ko'plab o'sha rasmiy kanallaringdan juda ko'pchilik murojaat qilayotganligi bo'yicha menda asoslar ham bor. Buni inkor qilishda nimasi ham yo'q, misol uchun, lekin rahbariyatlar hammasi o'tiradi, ko'ryapsizlar nima uchun javob bermayapsizlar. Nima sababdan bu oylik botimiz, ya'ni o'sha oyligimizni nazorat qilish 2 oydan baqasiga o'zi tizimlik yaxshi ishlamaydi. Ishlamay, mana shunaqa holatlar bo'lib keladi. Buni, ya'ni mana shu oylikni biz ya'ni xodimlar nazorat qila olmasligimiz sababi nimada? Kimdirning qanaqadir bir nimalardadir yashirish bo'lyaptimi? Kimning manfaati bor yo nima masalada bu ishlamayotganligini rasman javob berishlaringni va oyligimizni nazorat qilib borishda amaliy yordam berishlaringni so'rab qolamiz.